Do'stlar, Moskvadan Toshkentga reysli avtobuslarimiz to'lgan holati mana. Yo'lga chiqib ketyapti. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib, ekranga nomerlarni yozamiz. Moskva O'zbekiston avtobuslari. O'zbekiston nomerida avtovokzal Sobir Rahimovgacha boradi. Reyslarimiz har kuni. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turibsizlar avtobus. Shu avtobusimiz bugungi kunda 4-reys, bugun xudo xolasa 17-noyabr. Akalar, kimda kim shunaqa ofitsialniy davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida yuradigan avtobuslarni ketishistagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Bemalol o'ylanmasdan, cho'chimasdan pryamoy reyslarda ketasizlar. Ushbu avtobusimizda 3 ta voditeli bor. 2,5 sutkada raspисание bo'yicha yetkazib boradi Sobir Rahimov vokzaliga. Yukka keladigan bo'lsa 50 kilo, 60 kilogacha yuk olaverasizlar. Prosta akalar uni gabaritini kichikroq qilib, ixchamgina qilib olib kelsanglar, oshiqcha pul olinmaydi umuman. Yana dokumentida muammosi bor akalar, ko'p telefon qiladi, prostrochka